Bugun yoshlarimizda ko'p kuzatilayotgan holat ota-onaning qadriga yetmayotganlik. Qarang Samandar aka, mana biz ro'zg'or qildik, oila qurdik. Bugun ertalab bir voqea bo'ldi. Bu bizlar uchun dars bo'lishi kerak-da. Bugun ertalab bir voqea. Yandex chaqirdim. Hozir mana shu yerga sizning oldingizga oshxonaga kelguncha Yandex haydayotgan aka bir voqeani aytib berdi-da. 7-8 sinf o'g'li bor ekan. O'g'illari ixtisoslashgan maktabda o'qiydi. O'g'illarini uyidan hozir alohida ayirib kvartiraga qo'yib qo'yibdi. Alohida ayirib kvartiraga qo'yib qo'yibdi. Nimaga kvartiraga qo'yib qo'yibdi deganimda qarang. O'sha 7-8 bola ota-onadan alohida har haftada bir marta uyga keladi. Mustaqil yashashga o'rganadi, ota-onaning qadrini biladi, deyapti. Tushunasizmi? Butunlay uzoqlashtirib olmagan. Bola o'zining kirini o'zi yuvadi, o'zining ovqatini o'zi qiladi. Ota-ona bolaga qilib berayotgan hamma narsani o'zlariga qildirtirib, o'zlarini alohida yashatib qo'yibdi. Yana eng qiziq joyi, qiz farzandlari har doim o'zi bilan birga yashayotgan. O'zining tarbiyasida o'zi bilan birga yashayapti. O'g'il farzandlarini esa oiladan o'zi 8-sinf, 7-sinfga kelgan paytda ajratib, mustaqil hayot kechirishga o'rgatyapti. Ertaga bugun hayot yaxshi deyapti. Sharoiti zo'r ekan. Bugun hayotim yaxshi, lekin ertaga nima bo'lishini bilmayman-ku. O'g'il farzandlarim hech qachon nimadir bo'lganda to'pga tiqilib qolmasin deb mustaqil hayot kechirishga o'rgatyapti. O'zi alohida yashayapti. Ota-ona bilan bir haftada bir marta ko'rishar ekan. Bir haftada bir marta uyga olib kelib, oilaviy o'tirib, hamma narsasini maslahatini qilaydi. Menimcha, menga ham juda yoqdi mana shu narsa, qarang. Shunda menimcha har bir bola shu ota-onani qadriga yetsa kerak. Zo'r taktika ekan lekin. Haqiqatan ham ota-onadan uzoqda alohida yashaydi. Yana ikkita aka-uka bitta uyda turadi. Ikkalasi bir-biri bilan inoqligi, urushib, janjal qilib, kelishib, hamma vaziyatga bir-biri bilan jipslashtiradi bu hayot. Bu ota nazoratni ham ushlaganda shunda. Nazoratini ushlaganining ham eng yaxshi tomoni nima bilasizmi? O'sha kvartira qo'yib qo'ygan yonida qo'shnisiga kuniga 40 ming so'mdan pul to'laydi ekan. O'sha bolalarni qachon kelib ketganligini otasiga yetkazib turish uchun. Shu ota qarang, bir hafta davomida deylik farzandim deydi, chorshanba kunimi, payshanba kunimi vaqtli kelmagan yo vaqtsiz kelmagan bo'lsa, uni o'sha payt telefon qilib qayerdasan deb so'ramas ekan. Haftani oxirida aytar ekan. Mana sen haftani oxirida siz shu kuni shunday qilgandingiz o'g'lim deb aytar ekanda, shu zaylda otaga bo'lgan muhabbat, otaga bo'lgan otadan hech qachon yolg'on gapirmaslikni o'rgatgan. Aytadi, farzandlarim menga yolg'on gapirmaydi, chunki men unga bir haftalik qilgan ishini oldindan aytib beraman. Zo'r metod. Bir haftalik qilgan ishini oldindan aytib beradi va hech qachon yolg'on gapirmaydi. Bugun yoshlarimizda ko'p kuzatilayotgan holat ota-onaning qadriga yetmayotganlik. Hamma narsasini ota-ona qilib beryapti, faqat qilib berish kerak degan tushunchani borligi. Birinchi holat. Ikkinchi holat esa shunchaki vaziyatlardan, juda katta vaziyat emas, kichkina vaziyatlarda ham ota-onaga nisbatan yolg'on gapirayotganligi eng achchiq holat. Ana shu holat u akada yo'q ekan. Juda xursand bo'ldim. Xudo xolasa bizni ham shunday kunlarga yetkazsin. Zo'r, gap yo'q.